Qachonki sizning qaroringiz bir insonning taqdirini hal qilib yuboradi. Qachonki siz sudya bo'lsangiz. Ha, sudyalar haqida gap ketmoqda. Sudyalikka qo'yilgan talablar qanday? Keling ko'rib chiqamiz. Konstitutsiyamizning 23-bobi sudlarga bag'ishlangan bo'lib, 130-140-moddalarni o'zida mujassamlashtiradi. 130-moddamizga muvofiq O'zbekiston Respublikasida odil sudlov faqat sudlar tomonidan amalga oshirilishi. O'zbekiston Respublikasining sud hokimiyati qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi hokimiyatdan, siyosiy partiyalardan va boshqa siyosiy institutlardan mustaqil holda faoliyat yuritishi keltirib o'tilgan. Bundan tashqari, O'zbekiston Respublikasining 2021-yil 29-iyulda qonuniy kuchga kirgan sudlar to'g'risida qonuni ham bizga batafsil sudlar to'g'risida ma'lumot berib o'tadi. Ushbu qonunning 67-moddasida sudyalik lavozimiga nomzodga qo'yilgan talablar keltirib o'tilgan bo'lib, 35 yoshga to'lgan, oliy yuridik ma'lumotga ega bo'lgan O'zbekiston Respublikasi fuqarosi sudyalikka nomzod bo'lishi mumkinligi belgilab qo'yilgan. 67-moddamizga muvofiq quyidagi toifa vakillari sudyalik lavozimga nomzod bo'lishi mumkin emas. Ya'ni jinoyat sodir etganlikda ayblanayotgan shaxslar, ilgari sudlangan yoki o'ziga nisbatan jinoyat ishi reabilitatsiya qilmaydigan asoslar bo'yicha tugatilgan shaxslar, chet davlat fuqaroligiga ega bo'lgan yoki chet davlat hududida doimiy yashash huquqini tasdiqlovchi yashash guvohnomasiga yoxud boshqa hujjatga ega bo'lgan shaxslar, sud tomonidan muomalaga layoqatsiz yoki muomala layoqati cheklangan deb e'tirof etilgan shaxslar, muomala layoqatini cheklash yoki muomala layoqatsiz deb topish to'g'risida yuqoridagi videolarimizda ma'lumot berib o'tgan edik. Psixiatriya yoki narkologiya muassasalarida hisobda turgan shaxslar, sudyaning vakolatlarini amalga oshirishga to'sqinlik qiladigan boshqa kasallikka chalingan shaxslar sudyalik lavozimga nomzod bo'lishi mumkin emas. Sudlar to'g'risida qonunimizning 71-moddasida sudyaning vakolat muddatlari keltirib o'tilgan bo'lib, sudya birinchi marotaba 5 yil muddatga, navbatdagi 10 yil muddatga va lavozimda bo'lishning muddatsiz davriga belgilangan tartibda tayinlanadi va saylanadi. Ustoz, sudya ham lavozimga saylanadimi? Albatta saylanadi. Bu haqida batafsil ma'lumotga ega bo'lishni xohlasangiz, bizga murojaat qiling va kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.